Assalomu alaykum, sizlar bilan Madina Karim va ushbu video Uzbekistan Creative Association tashabbusi asosida suratga olinyapti. Bugun sizlar bilan noodatiy ko'rinishda bo'lgan aroma sham yasaymiz va barcha kerakli xomashyolar ro'yxatini mana shu yerda ko'rishingiz mumkin. Eng birinchi o'rinda barcha xomashyolarimiz tayyor turishi kerak va ishimizni mumni eritishdan boshlaymiz. Mumlarning turi juda ko'p: kokos mumi, asalari mumi, geldan iborat mum va hokazo. Va bugun sizlar bilan soya mumidan foydalanamiz. Mumni eritib olganimizdan so'ng biz hid taraluvchi suyuqlik qo'shishni boshlaymiz. Bugun bizda reza mevali hid. Aytgancha fitillar ham har xil bo'ladi. Masalan, yog'ochli, paxtadan va sintetik bo'ladi va boshqa turlari bor. Eng menga ma'quli bu yog'ochli bilan paxtali yoqadi. Endi eritib olgan mumimizni finjonga asta-sekinlik bilan bir chetidan quyishni boshlaymiz va so'ng uni qotishga olib qo'yamiz. Keling, finjondagi mumimiz qotguncha biz dekorativ qolipimizni ham mum bilan to'ldirib turamiz. Ulardan yarmi rangsiz, yarmi esa rangda quyiladi. Va yana bir ma'lumot: assotsiatsiya yoshlar, xotin-qizlar va jamiyatning turli qatlamlarida kreativ salohiyatini rivojlantirib, malakani oshirish va mustaqil daromad manbalarini yaratish orqali O'zbekistonning barqaror rivojiga hissa qo'shadi. Bugun sizlarga nafaqat mum bilan ishlashni ko'rsataman va balki patal bilan ham bugun ishlab ko'ramiz. Bizga buning uchun maxsus yelimi kerak bo'ladi va patalni o'zi. Bugun bizda varoq sifat patal. Patalimizni varoqlarni asta-sekinlik bilan olamiz, chunki ular juda nozik va qo'lga yopishib qolishi mumkin. Endi eng qiziq joyiga keldik. Finjondagi mumimizni ozroq eritib, men olovdan foydalandim va dekorativ buyumlarimizni ustiga yopishtirib chiqamiz. Kichik sarmoya bilan noyob asarlar yaratsangiz bo'ladi va buni monetizatsiya ham qilsangiz bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa, albatta obuna bo'lib qoling va Instagram sahifalarimizga ham obuna bo'lib qolishingizni so'rab qolaman. Keyingi darslikda esa tekstur pastalar bilan ishlashni o'rganamiz. Shuning uchun qo'ng'iroqchani bosib qo'ying va keyingi videoda ko'rishguncha xayr.